أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلت رحمة العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ee, biz yukarıda e, ef'al mukarebe yani degan bu mavzuda e, ders o'qitdik. Ef'al mukarebe bu yana uch xil o'g'in bo'lib muqaraba, raja, insho. Üçüylüsününki ismini muqarebe bilan atalgan. Yani demek kulning ismini kulni zikr irada qilinib, juzni zikr qilib, kulni irada qilingan. Bunun masalan bir necha muqarabening kada, karaba, o'sha degan bilan bog'lig'ini uni uqdiq. Rajaning cho asa, hara, ixlovlaqa iborat buning bilan bog'lig'ini buni uqdiq. Üçüncüsü olsa inşa yoki shuru deyildi ekan. Ee, buniki ja'ala, tapiqa, axaza, aliqa, anshaa deganga o'xshash bu xil tillarninki balig'ini. Bushni hammasini af'al muqaraba deb hammasiniki o'ziga loyiq shart shurutlarining balig'ini bir unda xabardor bo'ldik. Buni yuqorida bayon o'tgan to'q. Endi biz bu yerda endi biz nimadan orqadan bu tugagandan keyin bu tugidi. Endi biz inna va axavatuha keldik. Inna va axavatuha. Bu Bunu nima desa inna va axavatuha ibtidoni nasx qildigan, ya'ni hurufun nasixni qatardim. Al hurufun nasixatu lil ibtida. İbtidani nasx qiladigan harflarni qatardim bo'ladi. Qanday ma, la, vallata va in o'xshash. İbtidani nasx qiluvchi harflardan bo'lgan ikkinchi qismi bu. Qaysi inna va axavatuha. Buni hammasi oltarib inna, anna, ka'anna, lakin, layta, la'aldan iborat. Buni Imom Sibvay 5 deb sanaydi ekan. Chunki bu anna degan gap yo'q. Anna maftuha yo'q. Chunki anna maftuhaning asli inna maksura. U yüzden 6 emas 5 bu deb bunday deydi ekan Imom Sibvay. Xo'sh, buning hamda tavanda biz tafsilotni bayon qilmoqchi. لإن أن ليت لكن لعل كأن أكس مالكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كف ولكن ابنه ذو زغني وراعي ذا الترتيب إلا بالذي كليت فيها أو هنا غير البزي وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر بالابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل ألقا باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده لا لام بعده بوجهين نمي مع تلوي فالجزا وزا يترد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تسحب وبعد ذات الكسر تسحب الخبر
لا مفتدى إنه إني لي وزر ولا يلي زلام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرزيا وقد يليها مع وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. İnşallah bugün işe geçerek okusak tamam. Yani bunun da in içindir. Li inne enne leyte lakinne leelle keenne. İn için, en için, leyt için, lakinne leelle keen için. Yani demek alt taraf için kan için bölgen. Yani kan için kanın emelininki eksi var. Şu harfler için şu qaysi harf bu ibtidoni nasb qildigan şu alt harflar için bir narsaning aksi voki kan uchun bo'lgan narsa aksi va u narsa nimadan amaldan iborat. Masalan kana bu fil nasix lil ibtido bo'lgan bo'lib bu bir ismni rafiy qilib xabarni zavar qiladi. Macho uning aksini qiladiki bir ismni nasb qilib xabarni cho rafiy qiladi deydi. Nima o'xshash deganda inna zaydan alimun bi anni kuffun walakin ibnahu zu zigni degandek. Bunun da hem bu inna anna deganning bunun ma'nisi nima qandaq ma'noni uqtirdi bu deganda bu tavkid ma'nosini uqtirdi yoki tahqiq ma'nosini uqtirdi. Chunki qayerda kelib qolib qolsa, masalan chuqum deb aytamiz ya bu haqiqatan deganga o'xshash masalan. Bu inna va annaning ma'nosi uakkidu, uhaqqiqu degandek ma'noni uqtirdi. Ke'annenin ma'nosi bu teşbih ma'nosi var. Ke'annenin yani uşebbihu degandek. Lakin çoğuz, lakin istidrak ma'nosi uqtirdi. Estedriku degandek ma'noni uqtirdi. Leyte temenni için. Yani etemenna degandek ma'noni uqtirdi. Lealla çoğu terecci için ve işbak için. Lealla kelib qolsa yana atarajja ve eşbeku degandek ma'noni uqtirgan bo'ladi. Bularni hammasidan ayrim xos nimizlar va ma'nolar bor. İnne Zeyden alimun o'xshash. Cho'qim Zeyd olimdir. Yani bundan inne Zeyden alimunning ma'nosi jazmki uakkidu Zeyden alimun degandek masalan Zeydning olim ekanligi jazm qilingan. Uakkidu yoki uhaqqiqu degandek. Innening ma'nosi uakkidu ya uhaqqiqu degandek. Bi anni kufun. Şununla çokum zet alimdir. Nimaga şununla alim ki yani şunu bilgüçü ki men kufi. Kufi degan bizcha hamtang. Onunla çok layakatlik. Onunla beraber kufi degan bizga derecede o'xshash layakatlik degandek ma'noda bu. Şununla alim ki çokum men bo'lsam çok kufun. Yani o layak onunki hemten hemten onu okşu degandek mana okşaydı degandek. Lekin walakinna ibnahu zuzgin. Lekin o nima Zeyd'in oğlu olsa nima o zuzgni. Zuzgni yani zo al hikdi. Biraz haset, düşmanlık yoki ko'rinmaslikni egisi biroz dushmanlik buning o'g'li bo'lsa biroz buning qalbida bir xil dushmanlik bor dushmanlikni egisi bu hasadni egisi bu degan demakchi zig'ni degan dig'ni al hiqd va al hasad demakchi bu endi bu yerda tarajji va tamanni degan gaplarni qildik.
tarajji ve temenni degan gap. İkisinin farkı nima deganda, tarajji bilan temennining orasida farq, temenni degancha mumkin bo'lgan, mumkinda va g'ayri mumkinda bo'ladi. Uni bo'ladigan ishdimi? Bo'ladi. Uni qo'llansak bo'ladi. yoki bo'lmayotgan ba'zida xiyoliy shirin tushladimi? Qo'llanib qoladi. Masalan, layta zaydan qoimun degan o'xshash bu mumkin bo'lgan ishlar. Ümitki Zeydaxun bir ör tuğan bolsa kine, tik tuğan bolsa bir ayak suzu müstehkem turalgan bolsa kine degandek. Bu mümkün bu. Tusturuverdi. Gayr mümkün ki leyte şebabe yaudu yevmen. Kaşke yaşlık bir gün bolsun bir keyni kayıtıp kalgan bolsa kine. Yani bu muhal. Bu gayr mümkün bir narsa. Demek temenni degan şu mümkün de mi işletildi ve gayr mümkün de mi? Muhal nasıl işletildi? Ama tarajji kelsak, tarajji faqatla mumkin bo'lgan narsada ishlatildi. Ammo g'ayri mumkinda cho'q uni qo'llanilmaydi, uni ishlatilmaydi. Layta shab, la'alla shababa yaudu deyilmaydi. Buningda la'alla shababa yaudu deyilmaydi. Chunki yoshlik bir qaysigina bir kun degandek. Buni kelganda laytani ishlasak bo'ladi, ammo la'allani bo'lish cho'qim mumkin bo'lgan narsa ishlatiladi deydi. Ham tarajji bilan ishbohda o'qiydi. Bu ikkisini farqi nima ekan? Tarajji bo'lsa suyumlik narsa bo'ladi. La'allalloh yarhamuna degan. Ishboh bo'lsa makruh, yaqinsiz narsalar. La'allal aduva yaqdimu. Hamda bu harflar, bu nimani ibtidoni nasx qildigan bu harflar kanunning amalining naq ta'tirisini amal qiladi. Qanday qiladi? Ismni zabar qilib, xabarni pisho qo'ydi. Inna zaydan qoimun, inna zaydan alimun degan o'xshash. Buni jiqtalash tartibi bor buningda. Masalan, bu inna bo'lsa ikki yil fatisa amal qiladi. Hem ismidimi, hem xabardimi ikkilisi amal qiladi deydigan manda qarashlar bor. Bu basirliklarning mazhabi, basirliklar mandaq deydiganda bu inna hem nimada mubtadada va xabarda, ya'ni ismida va xabarida ikkilisi amal qildi deydi. Ko'piyli deydigan yo'q. Bu faqatlik bilan qandaq buning xabarda ta'siri hech qanday daxldorchilik yo'q bu inninki. Yoki bu huruflarning, bu alt huruflarning xabar hech qanday ta'sir olmaydi. Xabar ay burun qilib o'z shu nimada ash inna axavatlarcha kirishdim burunki rab'in usti qolganlik bo'lyapti. Uniki faqat ta'siri ismi bo'ldi. Xabarga ta'sir qilmaydi. Uni xabarga ta'sir qilgan bo'lmaydi, ta'sir faqat ismiga bo'ldi deb ko'plar mana deykan. Basirliklar yo'q. Ikkilisiga ham ismigami, ham xabarigami ta'sir qildi deymiz. Bu xil huruf nasxalikda deydi. Xo'sh, endi varaizat tartiba illa fillazi kalayta fiha aw huna g'ayral bazi deydi. Bu yerda xabarni ilgari qilish degan mavzuda bor. Varaizat tartiba illa fillazi ra'y qilgan osh tartibqa. Qaysi tartib bo'lmasin ismi ilgari keladi. Xabarcho keyin keladi. Mush tartibga rioya qilgan ismning ilgari kelib, xabarning keyin kelish tartibiga. Yuqorida masalan jiq uni misol bergan-ku, shu misolga o'xshash. Qaysi deganda masalan inna zaydan qoimun va undan boshqalar masalan degandek. Bu tartibga rioya qilgan. Lekin lam rioya qilma andaq bir narsani o'xshdiki layta piha yoki layta huna g'ayral bazi, layta piha g'ayral bazi yoki layta piha g'ayral bazi yoki layta huna g'ayral bazi. Buni kelgandicho demak buning xabari
jar ve mecrur olsa yoki darp bo'lsa, buni da tartibga rioya qilib, uni ismi muqaddam, xabar muaxxar bo'ladi deb bu tartibga rioya qilmasangiz bo'ladi. U vaqtda bu jar majrurni muqaddam qilib, yana ism majrur bo'lgan xabarni ilgari qilib, xabar majrurni ilgari qilib, ismini keyin keltirsak bo'ladi deydi. Buni shuna holda layta piha deganda piha jar majrur xabar muqaddam bo'ldi. G'ayral bazichu muzof muzofin ilay ism muaxxar bo'ldi. Layta piha g'ayral bazi deganda. Agar layta huna g'ayral bazi deganda chu layta huruf mushabbahatu bil fe'l bo'lgan bo'lib, huna da zarb xabar muqaddam. Rad bo'ldi huna. G'ayral bazi muzaf va muzaflay ism al muaxxar bo'ldi. Kaşki u yerda u uyning ichida yoki bu yerda sat gap bo'lmagan bo'lsa, g'ayral bazi degancha bazi al kalamul qabihu demak. Sat gap bo'lmagan bo'lsa debdi. Mana o'xshash layta piha g'ayral bazi yoki layta huna g'ayral bazi buning o'xshida tartib rioya qilsangiz bo'ladi. Bo'lmaydi, u tartibga qattiq rioya qilish vojib, lozim deydi. O roi degan, fil amr roi yuraidan roi chiqqan. Endi demak, bu ismninki mushu babda ismni ilgari qilish lozim bo'ladi. Roi bu amrning taqozosi qarindan xoli bo'lgan chaqda u vaqtda vujudni talab qiladi. Usul fiqh qoidalari. Lazım bo'ladi ismni ilgari qilish mushu babda va xabarni keyin qilish, ismni taqdim qilish, xabarni ta'xir qilish bu inna va inna axavatlarining babida qat'iy lozim, mushtarak rioya qilish. Lekin u xabar zarf yo jar majrur qilib qolsa, u vaqtda uni taqdim qilish lozim emas degan. Xo'sh. Endi وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك سري deydi. İnnin hamsini zavar o'qigan vaqtda anna o'qin deydi. Innini anna o'qigan. Va hamza inna iftah degani zavar qilgan inning hamsini, ya'ni anna o'qigan. Nima uchun masdarninki o'rnida o'ltirib olganligining jihatini inning o'rnida. Ya'ni innini yana ta'bil qilinib, masdarga ta'bil qilinib ketgachga demakchi. Am ashning boshqasida, qana boshqasida ay masdar o'ltirganning boshqasida vaqt zar o'qisang mayli. Agar uni talama ay innini ta'bil qilinib, masdarga ta'bil qilinib qilib qolsa, u vaqtda u innini nima qilindi? An o'qiladi. Inning hamsi pati o'qiladi. Buning boshqa yerda zir o'qigan. Masalan, gapning beshida kelibdi, jumlaning beshida. Va haysudin kelibdi, va uning boshqa yerda kelibdi. Va pilsi va zak. Ashning boshqa bir nechalar bayna o. Uning boshqa ham zir o'qigan deydi. Demak, bu yerda inninki üç xil surati, üç xil altın balıqdan xabar beradi. Biri patu o'qishning vojib ekanligi va hamza inna iftah demaydi. Fe'l amrlar. Va yana buning boshqasida ziruqu dedi. Ya'ni kasrning vojib bo'lganligini iksir dedi. O pisiva zakik siri. Bu yerda amri iksir degan. Iftah bu amri, iksir bu amri. Demek üç xil surat var ekan. Biri pathining o'qish, patti o'qish vojibligi, kasr o'qishning vojibligi va yana bir surat qaysi esa ikkili ishninki uning mayli zir o'qiyli inna deb, mayli zavar o'qiyli bu ikkilisining durust ekanligi. Demak, inning 3 ahvoli bor ekan deganni o'qidik. Biri nima qilish? Patta o'qish vojib, anna o'qish. Yana biri kasr o'qish vojib, inna o'qish. Yana biri va anna deb ikkili suratdanki ixtiyor qilsak anna o'qiylik, ixtiyor qilsak inna o'qiylik. Buning durustligi deydi.
Endi birinchisi buningdan Fathaninki hamzning fathisining vojib bo'lganligi qachon, qayerda deganda, masalan, hamza innaftah li saddi masdari masaddaha degan. Innining hamzasini zabar o'qigan qachon sizda bir mastarninki o'rnida o'ldirganligidan ay inning o'rnida. Mastar o'rnida o'ldirganlikni jahdidan ay inninki o'rnida. Qanday deganda masalan vacip oldu aş vaqtning o'zida ay innini fatha o'qish innining hamzasini. Yani anna o'qish vacip bo'ladi. Aşağıda bir mastarni biz taqdir qilinsa. Masalan, u bir masalan pil marfuning o'rni tushibdi. Aş mastar masalan pil marfuning o'rnida. Yani pilning marfusining o'rni tushibdiki, pilning marfu degan yani fa'ilning o'rni tushibdi. Tushsa, yu'jibuni annaka qaimun debdi. Hayron qoldirdi meni cho'qim sen o'rtoqchi. Sizning o'rtoqligimni hayron qoldirdi degan o'xshash. Yu'jibuni annaka qaimun deganing o'zida mushu nim bo'ldi deganda o'sha masdarni taqdir qildik. Qaimunniki qama yaqumu qiyam masdari. Qiyam bo'lgan bo'lib, bu masdarni taqdir qilmiz deydi. Bu yerdagi annini cho ta'bil birib qaimunni masdar ta'bil qilib yu'jibuni qiyamuka deb o'sha masdarni taqdir qilinsa, yani yu'jibuni annaka qaimunning o'zine yu'jibuni qiyamuka deyish durust bo'lsa, shu vaqtning o'zida ay innining o'zini, innining hamsini anna deb o'qish lozim, vojib bo'ladi deydi zavar o'qish. Yu'jibuni annaka qaimun deb. Asli yu'jibuni qiyamuka degan bo'ldi deydi. Fe'lning marfusi o'rniga keldi. Fe'lning marfus ya'ni annaka qoimun ya'ni yu'jibuni fe'l ni maf'ulun bi annaka qoimun jumla fa'il bo'ldi-da. Marfusi deganning o'zini fa'ilning o'rniga kelgan bo'lsa. Masalan, yoki o fe'lningki mansubni o'rniga kelibdi. Au yu'jibuni annaka qoimun deganda fe'lning marfusining o'rniga keldiki, bu annaka qoimun fa'il bo'lib keldi. Yu'jibu degan fe'lning. Yu'jibuni annaka qoimun. Masalan, o fe'lning mansubinin o'rniga kelib, maf'ulun bining o'rniga kelibdi anna masalan. Qanday qilsa ariftu annaka qoimun degan. Ariftu fe'l ismir fa'il. Annaka qoimun jumla maf'ulun bi. Fe'lning mansubning o'rniga keldi. Yani maf'ulun bi'ning o'rnida. Bunun da qanday ta'bir berildi bu annaka qoimunni ariftu annaka qoimun degan ariftu qiyamaka degan bo'ldi. Mana masdarga ta'bir bor. Masdar uning o'rnini egallab oldi. Mana shu vaqtda inning zavirni an o'qigan, pat o'qigan deydi. Yoki masalan undan boshqa qanday deganda bir harf nimniki harf bilan jar qilingan bir nimniki bir majrurning o'rniga kelibdi. Bir ism majrurning o'rnida kelibdi bu anna. Ajibtu min annaka qoimun degan o'xshash. Bu yerdagi bu anna min annaka oldi-da, bu majrur oldi. Min degan harf bilan jar qilinuvchining o'rniga keldi-da bu anna. Bu qanday nim qilindi, taqdir qilindi, taqdir emassa ajibtu min qiyamika degan bo'ldi. Mana mushunga o'xshash masdarni taqdir qilinsa, uning o'zida bu anninki zavirni, ya'ni pati o'qish vojib bo'ladi, zavar o'qish. Endi bu hamzni zir o'qishninki vojibligi va pensiva zakak seriydi-da. Bu hamzni kasr o'qishni vojibi. Buni 3 xil holat bor degan to'q. Buningda
Eninin hemsi hakkında üç xil ahval var. Pati o'qish vacib, kasr o'qish vacib va ikki amrning javozi. Yani patimi durus, kasrimi durus degan o'xshash. Bu yuqorida hamda hamziniki pati o'qilishning vojib ekanligida tushuncha berdi. Hamda ikkinchisi hamziniki kasr o'qilishning vojib ekanligi. Va bi siva zakaksiri. Ashdan boshqasi hammasi zir o'qing degan. Onamda bir mastar bilan taqdir qilish vojib bo'lmabdi. Mastar bilan taqdir qilib bo'lmaydi ekan. Mastar bilan akkagil bo'lmaydi ekan. Yuqorida masalan mastarni taqdir qildik ya ana. Yojibuni annaka qoimun deganning o'zida qoimning mastar nimati qoma yaqumu qiyamti. Qoimunniki mastari qiyam. Yojibuni qiyamuka deb mastarni taqdir qilgandik. Am aşın şaş o meslerin takdir kılış vacip bulmasa takdir kılmaptı. O vakitçe onu pati okuş vacip emez. Belki vücuben ya ki cevazen zır kesir kılındı o deydi. Kesir kılındı. Ee, Hem de hayal kandak qaysi suret kesir kılındı o deydi. Açsan başkasımız kesir okudu dedi. Kanda kesir okuş, hayal kesir okuş bu ne? Perspirvadado. تكسر تكسر بالابتداء وبي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة أم زروقن ابتداء زروقن değil. Yani iptida zurukun ve silinin başlısı mevsul sile derin yapana silinin başı da inni kip kapkasa onu zurukun. Kalamның beşi kip kapkası zurukun. Sile ve mevsul ve sil kep kalgan bulup, sil kep kalgan bulup, şu silin beşi da inne kep kalkası, inne depin zırıkın enne depi okusama. Ve haysu dinkin kept. O vakti mu, haysu da mu, yani mesela o vakti mu, nime oku, zır oku demek. Haysu da mu. Eğer bir nim için bir qasamni to'liqlik uchun bu kelsa. Demak, buningda kasr o'qishninki bir necha joy ekanligida kasr o'qish vojib bo'ladi deb mushu taksir fil ibtida va fi bad'i sila va haysu in li yaminin mukmila mushadan boshlab mushu misol bir necha joyning o'zida bu inning hamsininki zir o'qilishning vojib ekanligini, ya'ni 6 o'rinda inni kasr o'qildi deydi. Hargiz anni o'qilmaydi, balki inni o'qildi deydi. Qaysi ular olturunning birinchisi inna ibtido tushdi, ya'ni kalamning beshi tushdi. Inna zaydan qoimun degan o'xshash. Bu yerda mutlaq kasr o'qish vojib. Buning uchun faqatligilam bu mabtuh o'qish durust emas. Ikkinchisi anna bir silining beshi tushdi. İnne, özren, inne silinin beşut. Mesela ca'allezi innehu kaimun diyormuşuz. Ca'a pil. Ellezi innehu kaimun cümle fail. Ellezi mevsul. İnnehu kaimun onun silisi dedi. Ellezi mevsul oldu bana. İnnehu kaimun bu mevsulun sile. Ellezi mevsul. İnnehu kaimun onun silisi. Ama bu silinin ki innehu kaimun hemiz durup sil olgan da bu silinin beş oldu mu? İnne. Müşdak hep kapkasa bunu inne okuş vacip. Her göz ca'allezi ennehu kaimun dersen belki nimde bakılır diken ca'allezi innehu kaimun der geliyordu. O silinin beşi dikelse dedim. Üçüncüsü bir kasem gücü cevap bukası hem şundak. Kasem gücü cevap bukası. Onun haberde lam bolsa qasamga javob bo'lib tushib, ash shu javobninki ash inining xabarida lam bo'lsa,
u vaqtda inni o'qildi. Qanday degan vallohi inna zaydan laqaimun degan o'xshash. Mana qasamni to'liqlab keldi bu yerda. Inna zaydan laqaimunchu va vallohi qasam inna zaydan laqaimun muqsamun bih. Qasamni to'liqlovchi oldu. Bu yerning o'zimi in o'qildi, lekin bir shart buning xabarda lam kelgan bo'lsa laqaimun degan o'xshash. Agar lam kelmay qolib qolsa unda o'qilmaydi. Vallohi inna zaydan laqaimun degan o'xshash. Endi ziruqin ibtido ziruqin dedik. O gap tugdi inna zaydan qoimun o'xshash. Silning beshida kelgan bo'lsa dedik. Ja'allazi innehu qaimun degan o'xshash. Va bir joydagi inna kamil qo'shidir u inna qasamni. Va haysu inna mukmila liyamin. Mukmilatun liyamin. Bir joydagi inna kamil qo'shidir u inna qasamni kamil qilgan bo'lsa. Ya haysudan keyin deb ketib qoldik, aldirib qoldik. Unday emas. Bir joydagi inna kamil qo'shidir, inna qasamni kamil qilib vallohi inna zaydan laqaimun demiş. Bu vaqtning o'zida bu inna zir o'qiladi. Hargiz en o'qilmaydi deydi. Bir shart buning xabarda lam bo'lishi kerak. Laqaimun demiş. To'rtinchisi endi bu nima deganda av hukiyat. Av hukiyat أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل ياكي hikaye kılınıptı. Hikaye kılınıptı. Bu innini kavlen hikaye kılınıptı. Kale innehu yekulu inneha bakara diyemek. Kale innehu. Herkes kale ennehu da. Kemmeyde Kur'an-ı Kerim'de bütün kavli kip kalsa nima o'qilindi uni qavlan hikoya qilinib kelib qolsa ya'ni qavlan hikoya qilinib kelib qolsa ya'ni qavlan hikoya qilingan jumlada tushsa bu inna u vaqt qanday qildi ya'ni inna o'qildi qultu inna zaydan qoimun degan o'xshash qala inni abdulloh degan o'xshash agar buningda hikoya qilmishcha qavlan hikoya qilmishcha Mesela o kavlen hikaye kılmay bu kavl mesela on numara dan manisinden kep kaptı. Kavl meyada öz manisinden kemmey dan manisinden kepti. Vaqt pati kuludu atakulu enne zeyden qaimun degan o'xshash. Mesela bu yerda atakulu meyada kavl manisinden kemmedi. Bu yerda kavlni danning o'rnida qanday qilindi ijro qilindi. Kavlini أتقول أن زيدان قائم لكن تقولون جو وشو تظن معنسته إجراء قلندي işletildi. Yani أتظن أن زيدان قائم demek oldu. Ma sureti jo bu in okulmaydı. En okuldu. Kaçan hikaye bunu kavlen hikaye kılınırsa yani kavlini öz mعنسinde eğitilse in okuludu. Eğer bunda kavl mعنسiden hikaye kılınmay bu kavlini dan manısda kelse yine o vakti en mukuludu. Etekulu enne zeyden kaimun diyen kuşaş takdire yani etadunnu enne zeyden kaimun diyen de oldu. Eğer onda konmay kavl peti manısda hikaye kılınsa o kavl manısda hikaye kılıngan cümle bu inne vakti inne okuludu. Ev hallet mahalle halin ya ki düştü aş inne halının ornu düştü. Zurtuhu ve inni zu emel. Ziyaret kıldım ben o keselli ya o falan ne. Ve halen ki çokum ben bir ümit ne eksittim. Aşağıdan bir sakip kalan bolsikine, bir yakşıp kalan bolsikine, kesildim bir şipat kalan bolsikine diyen bir ümitnin ki egisi olup altım şut. Ve inni degan ziyorat zurtuhu ve inni zu amal degan ziyorat qildim u pullarni vaholanki chuqur men bo'lsam shu vaqtimda bir amalni eksiltmaydi va inni mushada holning o'rni tushdi bu vaqtning o'zida holning o'rni tushimcha
in okuludu deydi. Herkes en okusam demekçi deydi. Hem de altıncısı nime degende altıncısı وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. Bu altı urundan bo'lgan bu olti urunda zir o'qilgan bo'lgan. Zir o'qish vojib bo'lgan. Buni ham oltinchisi qaysiz? Oltinchisi shuniki tushkay bu inna al qulubdan kim bo'lgan bir pildan keyin tushkay. Ammo uni uchun lam bilan ta'liq qilingan bo'lgan buni. Chuqum ta'liq qilinganda nimani desa u innini o nimeden o pilden lam bilan amilni ta'liq qilingan. Ta'liq qilindi, uni lam bilan ta'liq qilindi. Masalan, alimtu inna zaydan laqaimun demişiz. Al qulubdan kim bo'lgan bir pilden tushkay bu inna deydi. Alimtu al qulub dilda alimtu masalan bildim men degan o'zi nima u bilishgan odamning dil bo'ldi al qulubning birisi bu. Qalbning pillari. May qalbning pildan bo'lgan bir pildan keyin tushibdi mana. Alimtu inna zaydan laqaimun. Ma'natning o'zimi qanday bo'ladi u vaqtda buni kasr o'qish vojib bo'ladi deydi. Uningga bir shart lam bilan ta'liq qilinsa, laqaimun degan o'xshash xabarda lam kelsa. Agar uniki xabar lam kelmay qolib qolsa, pati o'qiladi. Alimtu anna zaydan qaimun degan o'xshash. Alimtu anna mana qolib qoldi. Agar lam kelsa, alimtu inna zaydan laqaimun bo'ladi. Xabar lam bilan ta'liq qilinsa o xabarni. Agar u xabarda shu lam kelmasa, an o'qiladi. Alimtu anna zaydan qaim o'xshash deydi. i'lam annahu lazu tuqa demişiz. Bilib qo'ying, chuqum u olsa, albatta taqvo isil qistat egisi odam degan o'xshash. Lazu mana shunday bo'ldi. I'lam apal qulub bo'ldi. Bu inna apal qulubdan keyin keldi. Ham buning xabriki zutuqa lam bilan ta'liq qilindi. Lazutuqa deb. Unda xo'raj bu yerda inna o'qilish vojib. Hargiz ilmidan keyin kelib qoldi deb lekin an o'qib ketmang deydi. Inna o'qiladi deydi. Xo'sh. بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي. Endi bu yerda fatha va kasrninki durust o'qilganligi degandim. Avvalda fatha o'qish vojib, ikkinchi kasr o'qish vojib, ondan keyin ikki vaji durust deganday degandim. Endi fatha va kasrning durust bo'lishi buni mushu baytda bayon qilmoqchi. Ya'ni durust oldu bu eninin fathası mı durust ve o eninin kesrisi mi durust? Kaçancısı izay mubacat dedim. İzay pujaiye. Şun tut. Derim yapaya. Mesela kandardıysa harajtu minel beyti feiza asadun. Diyen de koşuş mesela. Feiza asadun. Çıktım ben öyden şundakla çıksam فإذا أسد واقف
Yani çıktım ben öğlen toppada şunu alçısam bir yol bastırıptı degендek. Bu izay mupaca da batıl da e, uçtum tut degen ma'na nokturda tuyuksuzlar toppada degендek. Muşu izay mupaca degen izay puca hem dep koydu eken. Mupaca mı keledi o mesela paca yupaci odur mupaca. Mana izay mupaca den kep kap kalsa bu inne bunun kesrisi mi durus ve bunun çoğu fathası mı durus deydi. Harajtu feiza inne zeyden kaimun diyormuşuz. Harajtu feiza inne zeyden kaim diyendek. Bunun hem de kesru kalla olsun harajtu feiza inne zeyden kaimun dep da kesru kalla nim dep kesru kıdı degende bunun hemen bırakıl cümle kıttı da buna. İnne zeyden kaimunun hemmesini cümle kıttı. Takdiri harajtu feiza zeydun kaimun diyendek. Bunu endi petha uqalla ona silsilenin üzerinde mesler koydu da o mubtada olgan bulup onun haberi izlay mupaca olgan buludu. Da takdiri qandaq desa fe iza qiyamu zeydin degan o'xshash. Xarajtu fe iza zeydun qaimun deganning o'zida xarajtu fe iza qiyamu zeydin. Demek bunun da hem de izah mupaca dinkin ya kasem dinkin ki yok lam o kasem dinkin. Lam kemse iki vecihe nispet birilodu. Ya onun pate okusunuz meyli o inne dep ya enne dep ya zırı kesir okusunuz meyli inne dep değil. İzah mupaca dinkin. Ya kasem dinkin ki yok lam kasem dinkin lam kemse eğer lam kep kapkasa kesir okusun başka yolu yok. O vakitte iki vecihe nispet birildi. Nomi. Değil. Mesela kanda dese zaymu pajadin kim boğalıqını utunudu. Qasam degan ki yo'q la bu qasamdan keyin uni ikki vajga nisbat berildi degan kanda desa şunun o'xshash durust bo'ladi inining fathasi va inining kasrisi durust demoqchi da mana au qasami degan. Zaymu pajadin keyin kelib qolgandimi inining fathasi va inining kasrisi. İnne yoki enne o'qish durust bo'lgan o'xshash qasamlikni kelib qilib qolsin ikki vaji durust inna yo anna o'qish durust qachon bu qasamni javobi bo'lib tushsa ki uning xabarida lam bo'lmagan mana qasamni javobi bo'lib tushsa halabtu anna zaydan qoimun debdiq halabtu anna zaydan qoimun qasam qildim cho'qim zayd qoim demiş fatha bilan va kasb o'qisa uni durust deydi Haleptu inne zeyden kaimun sak bum buluverdi. مع تلو جزاوزا يترد في نحو خير القول إني أحمد şunu o'xshash andi yana bu ikki vaji durusuluğa ya qaysi bir zay mupajadan keyin kazi ikki vaji durus inna va anna o'qish durus onun qasamki uningdan keyin yo'q lam o qasamdan keyin lam kelmasa onun ikki vajiga nisbat berildiki ikki vajiga mudros dedik lam kelmagan bo'lsa yani yine ondan başka mesela yine fatha ve kasır durus kaçan bir yerde inne cevap ninki ya cezanın pasidinkin kelse pay cezaga egişlen kelse o inne o vakitte o inneni ço inne okuşmu durus ve en okuşmu durus deydi. Mesela men ye'tini fe innehu mukremun diyormuşuz. Kimi kimine kaşım kelse o adam ikram kılınıcı yaptı.
Fe innehu. Zırh kıldı. Men ye'tini fe ennehu. Manda mı geldi ki? Mesela fatha ile mi geldi ki? Men ye'tini fe innehu mukremun degan o'xshash. Mushunun o'zi haydi kulli bo'ladi, xayrul qavli inni ahmadu degan qavlga o'xshaydi. Men qavlning eng yaxshisi inni ahmadu. Chuqur men hamd aytibman, Allohga hamd aytibman degan so'z qavlning eng yaxshisidir. Degan bo'ldi. Xayrul qavli inni ahmadu degan bu jumla. Am mush jumlaning o'xshishi mushu ikki i'rob o'qish, ikki vajida o'qish qoida kulli bo'ladi. Xayrul qavli inni ahmadu, xayrul qavli anni ahmadu. Qani o'qisak bo'laverdi. Xo'sh, نكالدوق وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لا مبتدا إنه إني لا مبتدا إنه إني لوزر أمد وبعد ذات الكسر ديgan endi qanday bo'ladi deganda lam ibtidoninki kirish durust bo'ladi. Nimaga desa inni maksurning xabariga. Zatil kasrdin kin deganligini o'zi yana innidin kin demak. Va ba'da zatil kasrgan kasrning isin kin deganligini o'zi yana inna o'qilgandan kin. Masalan lam ibtido xabari kiribdi bu yerda. Lamul ibtido xabari kiribdi. İnne zeyden laqaimun degan o'xshash. Demak, shu kasrning keyin yana innidan keyin demakchi-da, inni o'qilgandan keyin amra bo'ladi xabarga lamul ibtido xabar bo'ladi. Xabar qaysi? Inna zaydan laqaimun degan o'xshash. Qaimun xabar shudi. Buni lam kirdi, lam hamra bo'ladi. Inni lavazar degan o'xshash. Ma'alatning o'zimicha qanday bo'ladi deganda kasr o'qiladi. Nima qiladi? Kasr o'qildi deydi. Durust bo'ldi. Masalan, lam ibtidoning kirishi inni maksurning xabriga lam ibtidoning kirishi durust. Inna zaydan laqaimun degan o'xshash. Am bu lam inna zaydan laqaimun bo'lgan bu lamning asli haqqi gapninki jumlaning beshi kirishdi. Qandoq desa la inna zaydan qaimun degan o'xshash. O inning o lamın ibtidoning bu sadorat haqqi bo'lgandan keyin kalamda. Bu lamning haqqi kalamning beshi kirishdi. La inna zaydan qaimun degan o'xshash. Chunki uni sadorat haqqi bor. Kalam buning uchunchi kalamning bir turish haqqi bor bu lamning. Unda hangi bu inning ustiga chiqish kerakdi. Inning xabarini ustiga kirmay bu la qaimun deb nima demay, inning ustiga chiqib la inna zaydan qaimun bunda qilish kerak. Lekin bu yerda lam ta'kid uchun bo'ldi. Va inna ham ta'kid uchun bo'ldi. Ikki ta'kid qoldi, lam ham ta'kid, inna ham ta'kid. Endi bu ta'kid uchun bo'ldi. Bu ikki harf orasida bir nima qilishni, ikki harfning orasi bu ikki ta'kidning jami kelib qolishini. Bir ma'no bilan ta'kid degan ma'no bilan ikki harfning orasida bir to'plashish. Shuni bu nahv ilmlari yoqtirmay qolib qolganligi uchun bu lamni xabarga choplab xabar kirgizdi. Lamni ta'xir qildi-da. Ta'xir qildi deymagasi xabarga ta'xir qildiki inna zaydan laqaimun deyildi. Asli buni haqqi boshqa chiqishi kerakdi. La inna zaydan qaimun deb.
Buna tahrip qilish sababi shu. Bir ma'no bilan ta'kid ma'nosi bilan lamni ta'kid uqtirdi, inimi ta'kid uqtirdi. Bu ta'kid degan bir ma'no bilan bu ikki harfning orasida bir jamlish, bir yakib qilib qoldi, bir yakib ta'kid uqtirgan ikki harf bir yakib qilib qoldi. Kim so'lib deydigan mush bir yakib qilishni yomon ko'rganlikdan jihatdan lamni kechiktirilib xabarga kirgizildi deydi. Kasrni egsinkin hamra uludu xabarga lamil ibtida inni lavazar degan o'xshash dedi. Endi bu lam desa innining axavatlarining qolganlarining xabarmaydi. La'alla va onun boshqa lakinna u bu layta lakinna degandek masalan bunun boshqasi kirmaydi bu lamil ibtida. İninin axavatlarining qolganlari kirmaydi. Masalan la'alla zaydan laqaimun degilmaydi. Ama ko'pillik ulamalar lakinning xabarda kirish bo'ladi degan mana bir az qarish bor ekan. Bu ulamo az bo'lgan. Xo'sh. ولا يلي زلام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضيا يقين bo'lmaydi ashlamga nafi qilingan narsa yaqin bo'lmaydi. Ya'ni inining xabri manfi bo'lib inining xabricho manfi bo'lib inna zaydan ma yaqumu degan o'xshash. Bunun o'ziga inna zaydan ma yaqumu durust. Bunun o'zgilik lamna kirib inna zaydan lama yaqumu deyish durust emas. Yaqin bo'lmaydi ashlamga nima bir narsaki nafi qilingan narsa. Bir xabarki bir inining xabarki nafi qilingan bir xabarcho o bo'lmaydi yaqin bo'lmaydi. Yaqin bo'lmaydi ashlamga masalan nafi qilingan inning xabari yaqin bo'lmaydi. Inna zaydan lama yaqumu degan qo'shish bilan deyilmaydi. Aksicha inna zaydan ma yaqumu deyish bo'ladi. Ba'zi zarur she'rni o'zi kelib qolgan yerlar bor. Normalda bunday qilish durust emas. Wala min al-af'ali ma karadiya. Yana xabar madi mutasarrif bo'ldi. Xabarcho madi mutasarrif bo'ldi. Onun da ham xabar masalan madi bo'ldi, mutasarrif bo'ldi. Qadqa yaqin bo'lmabdi. U vaqtdan lam kirmaydi deydi. Demaysanki inna zaydan larada deyilmaydi deydi. Inna zaydan larada. Va deyilmaydi va yaqin bo'lmaydi. Pillardan bir narsaga radiya o'xshagan masalan pillag'imcho u lam kirmaydi deydi. Inna zaydan larada va kirmaydi. Shu lamga bir narsaga radiya o'xshash bo'lgan narsa. O narsadan de pillardan de. Yani o pil mutasarrifken qadga yaqin bo'lmoqda. Yani qadga yaqin bo'lib qolsa, o durust bo'ladi, uni teminda deydi. Qadga yaqin bo'lmagan holatda qanday bo'ladi deganda, bu radiya o'xshagan bu pil bu mutasarrif bo'lsa-mu, qad kirmagandan keyin, qadga yaqinlashmagandan keyin lam kirmaydiki, inna zaydan la radiya degili bo'lmaydi. Yaqin bo'lmaydi ashlamga nafi bir narsaki cho'qim nafi qilingan narsa. Yani bir xabarki nafi cho'qim nafi qilindi inining xabarini. Ash nafi qilingan xabar ay lam yaqin kelmaydi. Masalan unda bir yuqorida inna zaydan lama yaqumu degan o'xshash. Va yaqin bo'lmaydi ash lamga bir narsaga radiya o'xshash bo'lgan narsa ham yaqin kelmaydi. Biladi.
İnne Zeyden la radiya demişler. Bazıları onu dürüst kaldı bu. Bakın mesela İmam Kesai, İmam ve Hişam diyelerek. وقد يليها ما قد وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا ve bazıda yakın bu kaladı hamda. Bazı yakın bu kaladı nemige dese aşu lamga ay nepi kılıngan nas yakın bu kaladı katlan bozmayla. Kat degan huruf kirsa vaqti mayli. İnne za laqad sama alal ida mustahviza diyormuşuz. İnne za laqad sama. Sama yesmu men ve pil mutasarrif oldu da manada. Pil oldu. Ee, lesama digil olmaydı. İnne za lesama alal ida mustahviza digil olmaydı. Radiya qo'shgan bu pilga lam yaqin bo'lib qolgan bo'lib qoladi. Radiyaga o'xshagan pillaga bu lam yaqin kelmaydi dedi ya yuqorida. Lekin lam qatlam bo'lsa yaqin bo'ladiki laqad sama la sama olmay laqad sama. Bunda qilib qad kirsa u pilga pilmadiga anandan keyin o lam u pilmadiga kirsin bo'ladi deydi. Xo'sh. Çukum aşo hakikaten cezmen üstün buldu düşmanlara değil. Hmm, üstün buldu aşo düşmanlara. Mustahviza diyen mustahviza. Ha, manası ne mi bu gaydı mustahviza'nın? Bana bir kare baksak buldu inşallah. Tabii isim yok. Diyen oğuşaş inne zâlâkat semâ alel idâ mustahviza diyendek mayanağızda pil madiğıço pil madiğal lam kirdi. Ama bir şart kaddin kirişlen bu inini haber olgan pil madiga lam kirdi. Kaddin kiriş şartıyla kirgen boldu. Ma surette yani duros deydi. Mesela inne zeyden ne deyimiz mesela inne zeyden le yarda inne zeyden ya başka basılı. Muhinnak. Bana durus mekçide etti bana da. Lan'nınki Samaryan pili kiriş durus nimçud kadnınki kiriş durus oğaşka. Durus oldu deydi. Hoş. Yok. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسم حل قبله الخبر وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسم حل قبله الخبر عندي بيادا وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل وصلا حل قبله الخبر deydi. Yani lamninki haberinin ma'mulga lamnin kirişi deydi. Haberinin ma'mulga lamnin kiriş kında oldu. Demek ki buna kirdu lamıl iptida haberinin ma'mulga kaçan otturdu kelsay haberinin ma'mulu ço innin ismisi ve haberinin innin haberi innin ismislen innin haberinin otturus kelse lam iptida kirs buludu deydi. İnne zeyden le ta'ameke
akilun degandek. Emravludu aş lamül iftida. Kirdu u lamül iftida demekçi değil mi? Ne gelse haberinin ma'mulga. Kaçan yani o haberinin ma'mulu ki o'ttirdi kelgan xabarni ma'mulga ism bilan xabarni ism bilan u ininki ism bilan ininki xabarni o'ttirisi kelibdi. Nima u xabarning ma'muli? Shu vaqtning o'zida lamil ibtida bu xabarning ma'muli kirsi bo'ladi deydi. Inna zaydan la ta'amaka akilun demiş. La ta'amaka dedik men lamil ibtida. Xabarning ma'muli ki ta'amaka ma akilunning maf'ulun bisiti ma'mul eti. Bu durus oldu. Neymi için degende Zeyden bilen Akilun'unki isim bilen inana ismi bilen inana haberine çıksın. Bu durus kelgandan bu haberine ma'mulga lamın ibtidani mıyla kelish durus deydi. Hem de vel fasla vasmen halla qablahu haber deydi. Bir yerde musannif vel fasla vasmen halla qablahu haber bu sözler neymi işaret kıldı dese lamın ibtida zemir paslının üzgün kırılganlığı. Yani emra oludu degan kirdo aş lamil ibtida xabarning ma'muliga kelqi ism bilan xabarning o'ttiris kelgan xabarning ma'muligimi lamil ibtida kirdo va yani kirdo aş lamil ibtida zamir pasligim kirdo demoqchi deydi. Inna zaydan lahuval qaimu degan kirdo ay lamil ibtida nima kirdo xabarning ma'mulligi u ma'mul ism bilan xabarning o'ttirisi kelgan xabarning ma'mul lamni ibtida kirgan o'xshash zamir pastg'imi kirdiki inna zaydan lahuval qoimu degandek qur'oni karimda masalan baya inna haza lahuval qasasul haqq degandek lahuva shu vasman halla qablahul xabar bunun bilan musannif vasman halla qablahul xabar buni nimaga ishorat qildi desa shunga küçük lamil ibtida ism kirganligi qachon kim bo'lsa ism xabardan keyin kelib qolib qolsa u ismi kirsi bo'ladi deydi va amra bo'ladi degan tasdiq bilgani ya'ni kirdi aşk lamil ibtida ismga kirdi tushdi u ismdan burun xabar tushdi yoki keldi halla degani tushdi u ismdan burun xabar kelibdi masalan inne piddari lazaydan degan o'xshash ana shu ismi kirsin bo'lardi inini ismisiga nima lamil ibtida Kur'an-ı Kerim'in bağı onu mesela ve inne leke le ecren gayre memnun degandek mesela le ecren ana şu nim boldu isim boldu ininin ismisi leke haber mukaddem ecren ço mutuda ismi akar oldu bununla haber bu isimden burun haber kip kaldım ya ve inne leke de ecren ismisi de muyna kip kalan vakitlarda ço bunun lamel ibtida isim kırs buludu dedi. Haberden kim kip kalsa. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل hem de kaçan ki ullup kıp kalsa ma kelka mevsulu mugamma yani demek nime ma'yı ne yapıyor demek bana ma'nın ulnışı aş harfler mesela in degan o'xshash ash harfqa ulinib qolib qolsa botil quvchidir nima ash ma u inninki
ininin emeli batıl kıvatıcıdır. Yani ma ki gayr mevsul olgan. Ma, yani mevsul olmagan ma, inni ulunup gipti. Ma'nın ulunuşı aş hurup ki, hurup müşebbat bilgi ki, inne ve onun ahavatlarga ulunup gipti. İnnema, ennema, keennema, lakinnema, leytema, leallema degandek. Vakt hemiz şu emelden boş vakti. Mubtilun i'malaha. Batıl kuvatçıdır aşma aş huruflarının emellerini aş alt harflerinin hemmisinin emelini işte boşladı. Emelini buzladı. İnnama zeydun kaimun diyormuşuz. Manim ya da melkafe de ki emeldin tuz koğuçu, emeldin jır koğuçu kab. Nime demekçi de ma melkafe. Emeldin tuz koğuçu ma demekçi mani. Olmasa eğer mahkemesi Zeyden kaymun bosolat. Ya da Zeydun kaymun değil. İnnama Zeydun kaymun. Zeydun nasıl kuştursa mas. Hoşun şiş inne ke'ne lakin leyte la alla bulum hem şundak. Vakat yubakkal amelu dedi. Bazı bu amel hep mi kalgaç mı? Bazı kaldırıldı bu amelni. Bu nehvi olmalardı ma'lum bir cemaatlaştırdı kaptı. Mesela İbn Sarraj degendek ve İmam Akbaş ve İmam Kasai degenlamu muşu kavli berip kaptı. İbn Zeccaci degeledek. Mesela buna ait bak az da o kad yubakkal amelu pil muzariga ma o taklil nokturduğun yani kad yani muzariga girgendeyken bazı emeline kaldırıldı ki bazı emel mukabbel kalıyordu. Gerçi ma kırsmı değil. Andakısı innema zeyden kaimun dep. Ma meyede emelini jıgamma kaldı. Bazı da mandağım deyilip kalıyordu. Ama gapның toğrысы aş birinci göz qaraş şu değil. Qaysi o maninki mesela emelden jığıp koyduğallığı değil. Hoş. Aslında bir bet okutayla.